Oyijon, xush kelibsizlar ishxonamga. Voy, xotining qassobmidi hali? Zo'ru har kuni uyga go'sht boradi. Bo'g'ib tur, hozir borib so'yib tashlayman. Ey, shirin qo'y, asal qo'y. Hayvonlarga mehribonligini bilmasdim lekin. Hozir shuni so'yamiz ushlab. Tugadi ish vaqti ham. Bitta romantika qilib selfi tushirdik-da. Boltaga balo bo'lmaydi. Sen bilan romantika qilib bo'lmaydi. Mana joy shirin-da. O'g'lim, xotiningni olgin, meni qo'rqityapti. Xo'roz jonga tegdi-da. Hozir hal qilaman. Boshqa ovozini chiqarmaydi. Bilmagan narsani kesib tasharkan-ku bu. Qonxo'rcham, bugun nima ovqat yeymiz? Qo'y kalla. 3 oydan biri faqat qo'y kalla, mol kalla, tuyoq. Shularning dastidan qo'shini kuchiga uyimizdan ketmaydigan bo'lib qoldi. Bugun 4 ta qo'y yag'anatib kelaman. Shuncha pulni nima qilasan o'zi? Ishonchli kompaniya Iskandar Buildings mezbon loyihasidan hozir uyab qo'ysa, bitgandan keyin 2 barobar qimmatga sota olaman. Yoki arendaga berib qo'ysa, passiv daromad. Uni ustiga lokatsiyasi